O'zini yorqin va g'aroyib stiliga qaramasdan, Jujutsu Kaisen judayam vahshiy va qonxo'r anime hisoblanadi. Bu yoqda sizlarga ham body horror, ham minglab begunoh odamlarning o'limi va personajlarning ko'z o'ngida ularning yaqin do'stlarini dahshatli o'lim topishi bor. Mashoyixlar aytgandek, ezgulik bu Jujutsu uchun emasdir. Lekin shunga qaramasdan, ushbu videoda joygarlar jangidagi eng yoqimli yoki hozirda zoomerlar aytishi yaxshi ko'radigandek comfort momentlarni eslab o'tmoqchiman. Qani boshladik. Birinchi navbatda ko'pchiliklarni esinglarda bo'lmasa ham, birinchi son 6-qismdagi Satoruning Yujini lanetlangan energiyasini boshqarishga o'qitish uchun kino ko'rsatish metodini tanlaganini eslab o'tmoqchiman. Mayli o'qitishi o'zi, lekin metodi sizlarni bilmadim-u, birinchi marta ko'rganimda meni vobshe hayron qoldirgandiki, men bu sahnani kinoman o'rtoqlarimga jo'natib ko'rish uchun sababdek ishlatgandim. Lol. Oldingi videolardan biri esinglarda bo'lsa, Gojoni professional an'anaviy ustoz sifatida yomon degandim. Ya'ni metodlari zararli, o'quvchilarga juda ham ko'p balolar olib kelgan. Lekin buni o'zida asosiy plus, ya'ni tasavvur qilinglar, agar qanaqangidir Bleach, Kung Fu Panda, Iblislar qotili yoki даже Titanlar hujumida o'qish metodlari odatdagidek bo'lsa, ya'ni shunchaki jismoniy mashq yoki teoretik bilimlar bo'lsa, Jujutsu Kaisen'da bu hozirgi kundagi eng kuchli afsungarri o'z o'quvchisiga Leon yoki o'ziklar hukmdorini ko'rsatishi tavba. Buni ustiga o'zim ham bir paytlar cho'milishi bilmaydigan, sassiq va ayol zotdan 50 metr uzoqda yuradigan animeshnik bo'lishimdan oldin normalniy takoy kinoman bo'lganini hisobga olsak, bu sahna men uchun yana literally me moment bo'lgan даже. Agarda menda Saturdagi ustoz bo'lganda, hozir уже fanlar nomzodiga aylanardim. Butun serial davomidagi eng unikal va kulgili sahnalardan biri. Keyingi o'rinda birinchi sezon 20-qismdan Yuji bilan Todoning duetini eslab o'tmoqchiman. Chunki nafaqat kulgili, yoqimli, dinamik va action jihatlama eng yaxshi sahnalardan biri bo'lishiga qaramasdan, Todo bilan birodarlik Itadori uchun juda ham muhim bo'lgan. Chunki Junpei bilan bo'lgan travma va to'satdan tirilib kelishi, Megumi va Nabara bilan do'stligi biroz nizo va tushunmovchilik olib kelgan. Shu sababli bizni bosh qahramonimizda yolg'izlik va izolyatsiya hissi paydo bo'ladi. Buni ustiga filon yoshlik qarat Varga Kuganji unga yana qatl e'lon qildi. Ayni shu paytda Todo nahoy aoy sahnada paydo bo'ldi va Jennifer Lawrence opaga nisbatan umumiy sevgi sababli Yujini best of friend do'stiga aylandi va albatta sal aynigan holda bo'lsa ham bu protagonist uchun yaxshi qalb balzami sifatida ishlatildi. Shuningdek, syujet jihatlama ham Itadori uni zaxirasidagi eng kuchli hujumlardan biri Black Flash'ni to'laqonli o'rganishga yordam berib, Mahito va Sukuna bilan bo'lajak janglardagi eng muhim elementlardan biriga aylanadi. Showdagi eng yaxshi duo dirdim, agar Satoru va Suguro yoki Yuji va Nabarani o'zi bo'lmaganda. Yana bitta xuddi shu Kyoto bilan almashuv arkadan eslab o'tmoqchi bo'lgan sahna bu Tokio va Kyoto o'quvchilarining o'rtasidagi beysbol o'yini. Syujet yoki global jihatlama unchalik ko'p narsaga ta'sir qilmaydigan moment, lekin bilasizlarmi? Agar hikoya davomida personajlar faqat jang qilish yoki qiynash bilan shug'ullansa, ular personaj sifatida emas, shunchaki muallif syujetni davom ettirish uchun ishlatadigan instrumentga aylanib qoladi va ular uchun emotsional tomonlama qayg'urish qiyinlashadi. Shuning uchun personajlar oddiy, tinch va sokin momentlar bo'lishi kerak. Ular o'zaro vaqt o'tkaza olishi va shunchaki jang mashinasi bo'lishidan to'xtab, o'zlari bo'la olishlari uchun. Bu haqida JJK haqidagi kattakon taassurotli yig'ilgan videoyimda aytib o'tgandim va undagi nisbatan orada tanqidimga qaramasdan tan olishim kerak, bu sahnaga qarasidagi hamma kerakli funksiyalarni bajaradi. Personajlar shunchaki ko'ngilxushlik bilan shug'ullanadi, ular shoshiladigan yoxud hayot va mamot masalasida janglar yo'q va shunchaki o'zlarini 16-17 yoshli bolalardek tuta olishga haqqi bor. Narrativ davomida qanchalik tragik va tezkor hodisalar hali sodir bo'lishini hisobga olsak, bunaqa momentlar rostdan ham bebaho. 4-chi bo'lib eslab o'tadigan sahnam bu Hayden Inventory arkida yosh Satoru, Suguro va Rikun Okinawa plyajidagi hordig'i va absolyut ravishdagi mazza qilishlari. Kelinglar xuddi shu qismda 10 minut o'tib nima sodir bo'lishini unutamiz va shunchaki Satoru hattoki o'zini yosh bolachaman va burni osmon, beg'am davrida ham o'z do'stlari va umuman olganda tashvishdagi odamlar uchun mehribon bo'lgani, Suguro o'z yaqin do'sti uchun chin ko'ngildan qayg'urgani va men o'zimga personaj sifatida juda ham yoqqan Riko o'zi anglab yetadigandek go'zal hayot kechirganini eslab o'tamiz. Agarda Kutamida odamgarchilik va yurak bo'lganida, bu epizod faqat plyajli qism bo'lib qolardi. Xuddi Bleachdagidek va qahramonlarimiz prosta o'z yoshligining eng yaxshi yillarini birga o'tkazardi. Va bundan keyin eslab o'tadigan epizodim unchalik komfort vibe'da bo'lmasa ham, top-toza turdagi hype va shaxsan men o'zim ko'rganda vobshe mazza qilgan joy bo'lgan. Ya'ni 3-sezon 12-qismdagi, ya'ni final epizoddagi Yuta Kotsu va Ryu Shigoriga Aizo qo'shig'ini o'ynashi, ya'ni King Nu tomonidan tayyorlangan opening mavsum uchun. Bu dramaturgiya yoki atmosfera jihatlama obyektiv yoqimli bo'lmasa ham, shaxsan men uchun emotsional jihatlama haqiqiy pikka aylangandi va mavsumga yaxshi tematik yakunga aylangandi. Chunki
Jujutsu Kaisen 3-mavsumi men uchun eng birinchi ongoing animega aylandi va boshqa sevimli yaponcha seriallarimni men faqat chiqib bo'lgandan keyin ko'rganman va Cooling Games'ni 3 oy davomida haftalab ko'rish davomida men cheksiz emotsiyalarga ega bo'ldim. Do'stlarim bilan qiziq muhokamalar qildim. Haypa ichida juda ko'plab qiziqarli narsalarga guvoh bo'ldim va hattoki YouTube kanalim uchun bu kattakon hodisaga aylandi. Chunki aynan shu 3-sezon sababli meni mana shu yil davomida chiqargan почти har bitta videoimda 1000 dan ortiq prosmotr bor va YouTuber sifatida bu albatta men uchun haqiqiy bayram. Sababi bularning hammasi meni sizlar bilan bog'ladi daja va 29-mart sanasiga kelib, aynan shu mavsumning final qismida men har haftada mazza qilib eshitgan qo'shiq epizodda eng energik momentda o'ynaganida mana shu o'tgan 3 oydagi g'aroyib va ajoyib tuyg'ular xuddi bir butun pozitiv nuqtaga yig'ilgandek bo'ldi va daja sizlarga Jujutsu Kaisen yoqmasa ham tan olish kerak, bu san'at chaqira oladigan eng yaxshi tuyg'ulardan biri. Bilib turganinglardek, bu 5 ta moment hammasi emas va agar harakat qilsa yana boshqa yoqimli momentlarni ham topsa bo'ladi. Junpei bilan Yujini kino muhokama qilishi, Hara Itadori bilan Megumi shopping sumkalarini ko'tarishga majbur qilishi, Yujining sinfdosh qizi Azawa bilan suhbatda Nabara o'zini mayin tomonini ko'rsatishi va boshqalar. Shunchaki videoni unchalik uzun qilib yuborish niyatim bo'lmadi va agar sizlarga qiziq bo'lsa, formatni qo'llab-quvvatlasanglar va agar o'zimga ham yana bir ilhom kelsa, bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman albatta. Ungacha video yoqqan bo'lsa like bosinglar, o'zingizlarning eng sevimli komfort momentlaringizni kommentariylar yozib qoldiringlar. Jujutsu Kaisen va boshqa seriallar haqidagi videolarni qiziqarmaslik uchun kanalga obuna bo'linglar va videoni o'zingizlarning JJKni sevadigan do'stlaringizlar bilan bo'lishinglar. Xullas, e'tiboringiz uchun gigantik galaktik rahmat. Sizlar bilan men Astros bo'ldim. Sog' va salomat bo'linglar.